Assalomu alaykum savoqdoshlar. Biz hozir arab tili ikkinchi qism 3-chi darsning muzokarasini qilamiz. Ikkinchi qism 3-chi darsninki muzokarasini qilamiz. Endi bugungi darsda sizlar tushunmagan mazmun bo'lsa so'rasanglar, unga javob beraman. Sizlar savol tashlab qo'yguncha men bugungi darsdagi asosli grammatikalik mazmunni qisqacha takrorlab o'taman. Ko'rganlaridek biz bugungi darsda birinchi qilib o'rgangan mazmun ismut tafdil bo'ldi. Ismut tafdil degan nima deganda, ismut tafdil deganimiz ashru sifat ism. Ya'ni biz bir sifatda o'rtaq ikki narsani sifatlab, u ikki narsaning birining yana biriga qaraganda texmi ortiqroq ekanligini ifodalamoqchi bo'lsak, mana shu ismut tafdilni ishlatamiz. Masalan, misolda ko'rsatilgandek Muhammadun tawilun. Muhammad igiz. Va Xolidun atwalu minhu dedi. Va Xolid undan qanda igizroq. Mana bu yerda bu igiz degan sifatda Muhammad bilan Xolid o'rtaq. Ikkilisi igiz, lekin Xolid Muhammad bilan qanda ortiqroq. Bu igizlikda ortiqroq. Mana bu vaqtda biz bir sifatda o'rtaq ikki odamning birining yana biri qaraganda texim ortiqroq ekanligini ifodalamoqchi bo'ldik. Nimani ishlatdik? Atwalu, ya'ni af'alu o'lchimida keladigan ismut tafdilni ishlatdik. Mana bu bizning bugungi birinchi darsdagi grammatikalik mazmun. Shu darsdagi birinchi grammatikalik mazmun. Bunun qarta tushunmagan mazmunlar bo'lsa so'rasanglar bo'ladi. Endi ikkinchi bugungi darsdagi grammatikalik mazmun nima deganda ikkinchi grammatikalik mazmun ikkinchi grammatikalik mazmun lakinna. Biz ilgirki soatlik darsimizda huruf mushabbihatun bil fi'l deb ataladigan bir mazmunni o'rgandik. Ya'ni fe'lga o'xshaydigan harflarda bir qism harflarni o'rgandik. Uning ichidan innni o'rgandik, la'allani o'rgandik. Endi biz bugun shu huruf mushabbihatun bil fi'l bo'lgan harfning uchinchisi bo'lgan lakinni o'rganamiz. Lakinna degan gap lekin degan gap. Bu qanday ishlatiladi deganda, ikki jumlaning o'tirisiga kiradi. Ikki jumlaning o'tirisiga kirib, istidrak uchun qo'llaniladi deymiz. Ya'ni farqni ayirish uchun ishlatiladi. Masalan, bu misolni Uyg'urchada nima deb ataymiz bunga? Muqim atalg'usini deb bo'lmadim, ammo masalan, at-tullabu kathirun wal faslu saghirun. O'quvchilar ko'p. Wal faslu saghirun. Sinf kichik. Endi bu yerda bir qarashilikdek bir ahvol bor. O'quvchilar ko'p, sinf kichik. Mana bu yerda ikki jumlaning o'tirisiga lakinni kiramiz. Masalan, at-tullabu kathirun lakinnal fasla saghirun. O'quvchilar ko'p, lekin sinf kichik. Mana bu yerda lekin sinf deganiga lekinni lakinni ifodaladi. Bu xususiyat jihatda inna la'allaga o'xshash mubtadani o'zining ismisi qilib zavar qiladi, xabarni o'zining xabar qilib pesh holatda qilib qoladi. Masalan, al-faslu saghirundagi al-faslu bu ayrim bir jumla. Bu al-faslu mubtada, saghiruncho xabar. At-tullab bu mubtada, kathiruncho xabar. Endi al-faslu degan bu mubtadaning beshiga kirib, al-fasluni o'zining ismisi qilib zavar qildi, saghiruncho o'zining xabar holatida pesh qilib qoldi deymiz. Xabar bo'ldi, lakinning xabar bo'ldi deymiz. Demek bunun xususiyat grammatiklik jihatda in bilan la'allaga o'xshash. Bu bizning bugungi darsdagi ikkinchi grammatikalik mazmun. Endi biz uchinchi qilib bugungi darsda nima o'rgandik deganda, biz bugungi darsning uchinchi mazmuni yana shu huruf mushabbihatun bil fi'lninki to'rtinchisi bo'lgan ka'nni o'rgandik. Bu huruf mushabbihatun bil fi'liga tava bo'lgan bir harf.
Bunun ma'nosi xuddi, go'yoki degan ma'nolari bor. Bu o'xshashla ismliq jumlaning, ya'ni mubtada xabarning beshiga kirib, mubtadani o'zining ismisi qiladi, xabarni o'zining xabar qiladi. Masalan, ka'annal mudarrisa axuk. Ka'annal mudarrisa axuk desak, asl jumla aslisi al mudarrisu axuk. Mudarris sizning qarindishingiz degan bu yerdagi mudarris mubtada, axuk xabar bo'ldi. Ka'anna kirgandan keyin ka'annal mudarrisa axuka, xuddi o'qituvchisinin qarindishingizdek. Buningdagi bir o'xshashlikni his qilib, biz sizning qarindishingiz o'xshaydi degan deb ifodalamoqchi bo'lsak, ka'annal mudarris axuk deb ifodalaymiz. Bu vaqtda kana harf mushabbihatun bil fi'li urdu. Bu nima uchun keladi? Tashbih, o'xshatish uchun keladi. Al mudarrischu kanning ismisi urdu, axukchu kanninki xabari bo'ladi deymiz. Endi ondan keyin biz bugungi dars nimani o'qidik deganda biz sonlarni o'qidik. Biz ilgirki soatlik darslarimizda sonning 1 dan tortib 10 qadar sanashni o'rgangan. 1 dan tortib 10 qadar sanashni o'rgangan. Ya'ni sonlar 1 2 da sanalg'uchi bilan mos keladi. Ya'ni sanalg'uchi erlik bo'lsa, sonmi erlik, sanalg'uchi ayollik bo'lsa, sonmichi ayollik holatga. Masalan, talibun vahidun, talibatun wahidatun, talibani ithnani, talibatani ithnatani de. 3'ten tortib 10 qadar eksi keladi, qarama-qarshi holatda. Sanamoqchi bo'lgan narsa er kishi bo'lsa, son ayollik, sanamoqchi bo'lgan narsa ayol kishi bo'lsa, son erlik holatga. Masalan, 3 o'g'il o'quvchi demoqchi bo'lsak, qanday deymiz? Falafatu tullabin. Son qanday keldi? Ayollik. Sanalg'uchi erlik o'g'illik. 3 qiz o'quvchi demoqchi bo'lsak, qanday deymiz? Falasu talibatin. Buna falatu ta'siz erlik holatga keldi. Nima uchun? Sanalg'uchi ayollik o'g'illik uchun deymiz. Mana bu 10g'uchi bo'lgan ahvoli mushundaq bo'ladi. Endi 11 dan tortib 20 qadar sanashni biz bugun o'rgandik. 11 dan tortib 20 qadar qanday bo'ldi deganda 11 12 da sonning ikkili qismi, ya'ni birlar xonasi va o'nlar xonasi ikkilisi sanalg'uchiga mos holatda erlik bo'lsa, erlik, ayollik bo'lsa, ayollik keladi. Masalan, 11 o'g'il o'quvchi demoqchi bo'lsak, deymiz 11 taliban. Taliban o'g'il bo'lg'achqa ahadam erlik, asharam erlik holatga keldi. 11 qiz o'quvchi demoqchi bo'lsak-chu, 11 talibatan. Mana bu yerda talibatan deb qiz o'quvchi bo'lib edi. Ahada degan bu erlik, ihda ayollik shaklda, ashratan muchu ta'virin ayollik shaklda keldi. 12 da shunday. Masalan, 12 taliban, ithnaning ayolligi ithnata, ashrata talibatan debchu mas holat keldi. Mana 11 12 da shunday bo'ladi. Am 13 dan tortib 20 qadar, ya'ni 20 bu bir xil bo'ladi. 20 qadar birlar xonasi ekscha, ya'ni 3 dan tortib 10 qadar qanday bo'lgan bo'lsa shu bo'yicha o'nlar xonasi mas holatga keladi. Ya'ni sanalg'uchi erlik bo'lsa erlik, sanalg'uchi ayollik bo'lsa ayollik keladi. Masalan, 13 o'g'il o'quvchi demoqchi bo'lsak, 13 taliban deymiz. Taliban o'g'il o'quvchi, 3 ayollik. Sonning birlar xonasi ayollik. Ya'ni qarama-qarshi holatga keladi. 13 erlik holatga keldi. O'nlar xonasi mas holatda. Qoida shuki, 13 dan tortib 20 qadar sonning birlar xonasi sanalg'uchiga qarama-qarshi holatga keladi. Jins jihatda o'nlar xonasi mas holatga keladi deymiz. Endi bu bizning 20 qadar bo'lgan son ahvoli shu. Endi biz oxirida bugungi darsimizda o'rgangan mazmun qaysi deganda biz bugun daraja sonini o'rgandik. 1-chi, 2-chi, 3-chi, 4-chi degandagi daraja sonini o'rgandik. Endi daraja son bu sifat mavsuf birikmasi. Ya'ni sifat mavsuf ilgirki harakatga ergishadi, aniq-aniqsizlikga ergishadi, ayollikga ergishadi, shu bo'yicha bo'ladi. Buni shu bo'yicha tutib olasizlar. Demak, erlik bo'lsa erlik, ayollik bo'lsa ayollik bo'ladi. Hatto zivazrdimi, aniq-aniqsizlikdimi shu bo'yicha bo'ladi. Masalan, birinchi o'quvchi demak bo'lsak deymiz, at-talibul awwal. At-talib erlik bo'lgan ekan, buning son sifati bo'ladi, son erlik holatda. Darschi ad-darsul awwal, birinchi dars. At-talibul thani, demak buning qoidasi shuki, bu sifat mavsuf birikmasi deb tushunsanlar.
Endi bugungi dars tushunmagan mazmunlar bo'lsa olsanglar, savollarga javob beraman. Bu yerda bizning bir savoddoshimiz bundaq bir savol so'rabdi. Vaka bilan zalikaning farqi nima debdi. Vaka bu yiroqni ko'rsatadi, zalika uchun yiroqni ko'rsatadi. İkisinin o'rtasidagi farqi vaka o'rtal yiroqni ko'rsatadi, zalika eng yiroqni ko'rsatadi. Bu inchiklab apaga vaqtimizda shunday farqi bor. Masalan, bak yiroq bo'lib qolsa zalika deymiz, o'rtal yiroq bo'lib qolsa zakani ishlatamiz. Ammo buni qarama eks ishlatsak bular bo'ladi. Buni eng inchiklab apaga vaqtimizdagi farqi, ammo zalikani o'rtal yaqinga ishlatsak bo'ladi. Undan boshqa yana tushunmagan mazmunlar bo'lsa, so'rasanglar bo'ladi. Agar boshqa tushunmagan mazmunlar bo'lmasa, bugungi darsimizning muzokarasi shu yerda oyoqlashadi. Anda olsa savoqdaşlarımın boshqa tushunmagan mazmuni yo'q o'xshaydi. Agar tushunmagan mazmunlar bo'lmasa, biz muzokarani o'sha yerda to'xtatamiz. Unda bo'lsa savoqdaşlar, boshqa bolalarning tushunmagan mazmuni o'xshaydi. Biz kelarki soatlik darsimizni ko'rishaylik. Assalomu alaykum.